Chekka bir qishloqlarning birida dehqon yigit yashardi. U kechgacha dalada mehnat qilar, ba'zida charchab, qani endi bir xum tilla topib olsam, boyib ketgan bo'lardim, deb o'ylardi. Kunlarning birida yigit kun issig'ida daladan qaytayotgandi. Shu payt yo'lda qari bir otaxonni uchratib qoldi. Otaxon yelkasida og'ir qop ko'tarib ketayotgandi. Yigit otaxonga rahmi kelib, yordam bermoqchi bo'ldi va otaxonga salom berib, "Shu issiqda qayerga ketyapsiz, otaxon?" deb so'radi. Otaxon esa, bolam, menga savol berma. Yukimni aytgan joyimga olib borib ber, keyin aytaman", dedi otaxon. Dehqon otaxonni qo'lidan qopni olib, birga keta boshladi. Ikkisi notanish yo'llardan yurib, axiri bir eski kulba oldida to'xtashdi. "Qopni shu yerga qo'y. Rahmat senga, bolam. Yaxshi yigit ekansan. Men senga bir sirni aytaman. Men Xizr buvaman. Ilohim umringdan baraka top. Topganing oltin bo'lsin, bolam", deb Xizr buva yigitni duo qildi. Yigit hayron bo'lib so'radi: "Agar Xizr buva bo'lsangiz, meni tilagimni ijobat qilmaysizmi? Men sizdan bir xum oltin so'rayman. Men anchadan buyon boyib ketishni orzu qilardim. Omadim bor ekan, sizni uchratib qoldim", dedi yigit xursand bo'lib. Otaxon esa, "Har bir insonni o'z orzusi bo'ladi. Lekin orzuga yetish uchun o'zing harakat qilishing kerak. Agar Alloh nasib qilsa, orzuingga yetasan. Nasib qilmasa, demak peshonangga yozilmagan. Bu dunyoda hamma narsani bir hikmati bor, bolam. Men senga bir xum oltin bera olmayman. Ammo orzuingga yetishing uchun duo qilaman." "Nega hozir bera olmaysiz? Men boyib ketsam, buni nimasi yomon?" "Bolam, Allohning ishlariga aralasha olmayman. Boylik senga yaxshilik keltiradimi, yomonlikmi, buni ham bilmayman. Sen uchun eng yaxshi narsa hozirgi holating bo'lishi mumkin. Yaxshilab o'ylab ko'r." "Nimasini o'ylayman? Boyib ketsam hammaga yaxshilik qilaman. Kambag'allarga yordam beraman. Orzularim ko'p", dedi yigit. "Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Mana bu yo'ldan borsang, qishloq chetidagi tepalik oldida eski kulba bor. Bundan 100 yillar oldin bir boy kulba devori ostiga bir xum oltin ko'mib ketgan. Agar o'sha xumni topsang, boyib ketasan. Lekin yodingda tut, bir kun meni izlab kelasan. O'shanda hammasini tushunib yetasan", dedi Xizr buva va osmonga qarab, Xudo, o'zing kechir", dedi-da ko'zdan g'oyib bo'ldi. Dehqon Xizr aytgan yo'ldan borib, tepalikni topdi va eski devorni ko'rdi. Ertasi kun tunda yigit ketmon olib kelib, xazinani qazib oldi. Bir xum ich to'la oltin edi. Dehqon ko'zlariga ishonmasdi. Shuncha boylik. Dehqon hushini yo'qotib dovdirab qoldi. Xumni oldi-da eshakka minib yarim tunda uyga keldi va bundan keyin nima qilish kerakligi haqida reja tuzdi. Bu qishloqdan ko'chib ketmasam bo'lmaydi. Birdaniga boyib ketsam, odamlar yomon gumonga borib, dushman ko'payadi, o'yladi yigit va tong saharda boshqa shaharga yo'l oldi. Yo'lda ketarkan baland tog' bag'riga yetib keldi. Dehqon bir xum oltinni tog'dagi g'orga yashirdi va "Hozircha bu oltinlarni nimaga ishlatishni ham bilmayman. Avval shaharga borib, savdogarchilikni o'rganib kelay. Keyin oltinlarni olib ketib, mol sotib olaman. Turli mamlakatlarga borib, savdogarlik qilaman. Ana undan keyin bir xum oltinim 10 xum bo'ladi", o'yladi yigit. Shunday xayollar bilan dehqon shaharga yetib keldi. Shaharga kelgach, so'rab surishtirib, shaharning eng zo'r, boy savdogarlardan birini izlab topdi va salom berib dedi: "Meni shogirdlikka olsangiz,
Nima xizmat bo'lsa qilaman. Qo'lingdan nima ish keladi? So'radi savdogar. Yulduzlar ilmidan xabarim bor. Uzoq safarlarda bo'lganman. Foydam tegib qolishi mumkin. Otboqarlik ham qilaman, dedi dehqon. Savdogar ma'qul dedi-da, dehqonni karvonga qo'shib oldi. Shunday qilib dehqon savdogar bilan safarga otlandi. Qumli sahro, issiq shamol, yo'l uzoq, har bir kun xavf-xatarga to'la edi. 3 kun safardan so'ng qattiq shamol ko'tarilib, qum bo'roni boshlandi. Karvondagi odamlar har qayoqqa tarqalib ketishdi. Qum devordek osmonga ko'tarilib, hech narsani ko'rib bo'lmasdi. Karvondagi odamlar har qayoqqa tarqalib ketishdi. Boy savdogar katta tuyasi bilan karvondan ajrab, qum ichida adashib qoldi va yiqilib shikastlandi. Ko'ziga qum to'lib, ko'rmay qolgan, majolsiz yotardi. Dehqon yigit shamolga qarshi yurarkan, savdogarni izlay boshladi. Birozdan so'ng chuqurda kimdir yotganini ko'rdi. Yigit savdogarni topib, unga suv berdi. Bo'ron tingach, savdogar ko'zini ochdi. Yigit uni qutqarganini ko'rib, ko'zlari yoshlanib, "Seni menga Xudoni o'zi yetkazgan ekan. Hayotimni saqlab qolding. Men uchun eng qadrli bo'lgan qizimni senga nikohlab beraman. Bugundan boshlab sen meni farzandimsan", dedi savdogar. Ko'p o'tmay yigit savdogarning qiziga uylandi. Savdogar yigitga hunarning barcha sirlarini aytib o'rgatdi. Yillar o'tib yigit katta karvonlar egasi, obro'li, eng boy savdogarga aylandi. Uni butun mamlakat tanirdi. Yigit boyib ketishi uchun unga g'ordagi bir xum oltin ham kerak bo'lmadi. Yigit nega bunday bo'lganini o'zi ham bilmasdi. Axir yigit avvallari qaniydi bir xum oltinim bo'lsa, boyib ketgan bo'lardim, deb o'ylardi. Lekin unga boyish uchun oltinlar kerak bo'lmadi. Bunda qanday sir bor? O'yladi yigit va Xizrning so'zlarini esladi. Lekin yodingda tut, bir kun meni izlab kelasan. O'shanda hammasini tushunib yetasan. Yigit shularni o'ylab otga mindi-da, Xizrni uchratgan vohaga keldi. Yigit o'sha joyga yetganda baqirdi: "Ey Xizr hazratlari, men siz bilan uchrashmoqchiman. Sizni izlab qaytib kelishimni qayerdan bilgandingiz? Sizdan bir narsani so'ramoqchiman", dedi yigit. Shu payt uni qarshisida o'sha nuroniy otaxon paydo bo'ldi va "Xush kelding bolam. Menga savol berish uchun qaytib kelishingni bilardim. Xo'sh, qulog'im senda, so'rayver", dedi otaxon. Yigit salom berib, "Men avvallari odam boyib ketishi uchun bir xum oltin kerak deb o'ylardim. Lekin menga oltinlar kerak bo'lmadi. Men boyib ketdim. Buni siri nimada? Shuni so'ragani keldim", dedi yigit. Otaxon "Ha", dedi-da, biroz jilmayib, "O'sha kuni sen menga yordam berding. Men esa seni duo qildim. Oltin olma, duo ol deb bekorga aytilmagan. Duoning sharofati bilan boyib ketding. Shuning uchun senga oltinlarni keragi bo'lmadi", deb javob berdi otaxon va ko'zdan g'oyib bo'ldi. Yigit Hazrat Xizrning so'zlarini eshitib, ko'zlari yoshlandi. U qo'llarini osmonga ko'tarib, "Ey Robbim, men oltin izlagan edim. Sen esa menga odamgarchilikni o'rgatding. Men boylik so'radim. Sen esa menga duo bilan baraka berding. Allohim, o'zingga shukr", deb duo qildi yigit. Yigit biroz turib ortiga qaytdi. O'sha kundan so'ng u har kuni kimgadir yaxshilik qilar, yordam qo'lini cho'zar va har kuni duo olardi. Shunday qilib, u faqat moddiy emas, qalban ham boy bo'lib yashadi.
Rivoyat yoqqan bo'lsa like bosib, izohga mashalloh deb yozib qo'ying. Obuna bo'lishni unutmang.